Barchaga salom, aziz do'stlar, aziz obunachilar. Bugun biz sizlar bilan o'zimizni fermamiz haqida gaplashamiz. O'tgan safar ko'rdim, kommentariyada yozibsizlar. Gapirishga hojat yo'q deb yozibdi hamma. Mana gapirib yozdim. Gapirib video chiqaryapman. O'tgan safar gapirmasdan o'rdalarni videosini olib YouTube'ga qo'ygandim. Bu safar gapiryapman. Mana o'rdalarimiz, g'ozlarimiz sotuvga qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa beraveramiz. Nechta? 500 ta bor. Kimga kerak bo'lsa kelib olib ketishlari mumkin. Lokatsiyamiz telefon qilsalar Telegramdan tashlab qo'yaman. Nomer 93 450 68 38. Bir yarim tonna bug'doy olib kelib qo'yganmiz. Shu tugaguncha ketib qolsa kerak o'rtoqlarimiz. Sekin suvdan zerikib chiqyapti. Suvda yurishibdi, lana muzdekina. Issiq kunlarda bizda yangi o'rdak olib kelib qo'ygandek katta bo'lib qoldi. Mana tuxum bosib yotibdi. Kurkubi bo'lgan. Mana kurkubasi mana bu yerda tuxumlaydi. Ko'rsataman. Uchta kurtka, indovga bitta oddiy. Mana xo'roz, mana xo'roz. Mana orqada yotibdi. Tagida 50 litrdan ko'p tuxumi bor. Uchosini birlashganda. 100 tacha tuxum bor bo'lsa kerak, bosib yotibdi. 10 kunlardan keyin ochib chiqadi. Yana ko'payadi o'rdaklar. Mana tuxumlarda indovkani erkaklarga bostirsa, chiqish foizi, o'rdak chiqish foizi ko'proq bo'ladi. Bular bitta yotib, qornini to'ydirib olsa, suv ichib olsa, keyin yotaveradi tinmasdan. Bittasini og'zi ham ochilib qolibdi. Chanqagandan. Turgisi kelmayapti shekilli. Tagida tuxumlari ko'rinmas ekan. Mayli video taqdim bo'lardi. O'rdalar haqida gaplashamiz. Mana kuniga shunchadan yem beramiz. Ikkita qora bu kechga ertalabga bo'ladi. Hozir bitta video chiqaryapman. 12:00 soat. Mana. Keyin biz g'ozlarni mashinadan chiqarib, mayda qilamiz. O'rdaklar yezib tashlamaslik uchun g'ozlar ovqat ham sekin yedirish shunga. Bir xilga o'rdaklarda oyog'i sholi bo'lib qoladi. Sholi bo'lib yurolmay qoladi, ovqat yemay qoladi. Shunaqa o'rdaklarni biz mayda qo'yamiz. Inacha katta qilib qo'yganmiz. Suv dam berib turamiz. Bosh qiyshagan bir xilga yurolmasdan tuzuk bo'lib qoldi bular ham. Turib yuribdi bemalol, ovqat yeyapti. Qo'yib yuborsa bo'laveradi ko'pini. Yurishibdi. O'rdaklar ham sal qitmirroq bo'ladi. Erkaklari cho'ptiradi bir-birini. Kichkinalari ham bor, kattalari ham bor.
tuxum tug'ib turganlari ham bor. Olaman sizlar ham olarasizlar. Nomerda aytib o'tdim. Mana montaj qilib qo'yaman nomerda qizil bilan. Mana modellar topib yeyishadi. Bular suvda ustida ham uxlayveradi. Suvda ustida ham uxlash qobiliyatiga ega. Mana chekka borib, salqinga borib olib uxlaydi. Quyosh o'tib ketmasligiga. G'ozlarimiz ham yuribdi. 21 ta g'oz olib keldik. 4 tasi katta. 200 minglikdan, qolganlari 150 ming. Keyin o'rdalar donasi kelishamiz. Katta kichikligiga qarab. Hammasi bitta ochib chiqmaganda qabiram. Bittasi keyin bittasi oldin. Keyin joy. Endi ma'lumot uyasi haqida ham berib o'tsam. Mana o'rab chiqqanmiz setka bilan. Suv tagini ham o'raganmiz. Rikitiki, tavi, kalamush, talamushlar kelmasligi uchun. Va g'ozlarimizga yangi uy quryapmiz. Bu ichidagi qamishlarda o'rmayapmiz. G'ozlar qamaganimizda o'zi yeb oladi hammasini. Tepasiga qamishlarni sarg'ayib eskirgandan qo'yamiz. Mana tepasiga qamishdan qo'yamiz. Mana buni tepasi ham qamish. Chidaydi. Mana ichki 15 metr. 15 metrga 15 metrga 2,5 shunaqa edi. Bularga 1 tonna bug'doy biriga ham yetmaydi. Biriga 2 tonna yetadi. Bir qop 3 kunga yetadi bularga. Men maqsad qilib shu videoni chiqardimki, bir haftada sotilib ketsin. Bug'doy yetmay qolishi mumkin-da. Ana, bitta arzonga olganmiz, qimmatga sotamiz, foydasi zo'r bo'ladi. 500 ta o'rdakdan kelishgan holda 50 mingdan sotsa, o'zi ikkita sotsa 100 ming bo'ladi. 18 mingdan sotib olganmiz ularni. 3 oy oldin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar videoga like bossalaring, boshqalar ko'rishiga ham hissa qo'shgan bo'lasizlar. Va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, bitta savob ish qilgan bo'lasizlar. Qanaqa yurishini. Bular bir-biri bilan musobaqalashadi. Bitta suvdan kirib, bu tarafdan kirib, nari tarafdan chiqib keladi. Ikkita ustasi birga kirib. Endi o'tkalar qitmir bo'ladi, kirsa erkaklari qitmir bo'ladi, kirsa rasa cho'ktiradi. Kichinalardi. Kichina g'ag'ildaq o'rdalar o'zimizniki. Keyin endi o'tka g'ag'ildaq o'rdadan qimmatroq bo'ladi. U bitta tuxum qo'yganda 20 ming qo'yadi. G'ag'ildaq o'rdak 14 ming. Hamma g'ag'ildaq o'rdakni bolasini biz 18 mingdan olganmiz. Ularkini 30 mingdan olganmiz. Deyarli tuxumidan 10 ming qimmat xolos. Keyin inkubatorda bostirisham hozirgi kunda 10 ming. Biz inkubatorga qo'ymadik. Chunki bizda indan o'tgan erkak va tuxum bosishda indan o'tgan erkakdan tengi bo'lmasa kerak. O'zi bosmaydi-yu, lekin yaxshi chiqadi deyapti YouTube'da hamma. Dadam ikkamiz videolar ko'rib turibmiz. YouTube'da. Mana biz ham
bu ishiga qiziqib qoldi, talashyapti nimadir ular. Ular ham qiziqinglar, maslahatim. Yaxshi ish. Kimda yu zakamni oldida bo'lsa, undan ham mazza bo'lardi. Zakam bo'lishi ham shart emas. 5 metrli joyda o'rab, o'rtasiga bitta kran qo'yib qo'ysalaring, kichkina suv chiqib ketadigan joyi bilan yetadi, ko'p joy kerak emas. Keyin tuxum bosish uchun joy ham qilib qo'ysalaring, katta bo'lganda shu yetadi. Biz sirasi ko'p olganimiz uchun kattaroq joy qildik-da. Hali bir haftada sotilib ham ketmas. U lekin yoz tugagungacha sotilib ketadi betlar. Yana bitta urdi. ChatGPT'ni so'raganim bo'yicha 5 yilcha yashashi mumkin. O'rtacha holat. 6 yil ham yashashi mumkin. 4 yil, 3 yil yashab bo'lishi ham mumkin. U boqishga havolada. Boqishga havola. Mana. Keyin qamishlarda yeb yurgani bitta molavasalaring bittan sal nariroqda. Qamishlarda yeb semirib yuraveradi. Qo'yib yuborasizlar, bo'ldi. O'zimiz yotib qarab turishimiz uchun so'rilar qilib olganmiz. Kameralar bor, o'g'irlar kelmas uchun. Odamlar kelmas uchun it qo'yib qo'yganmiz. Hali kuchli, lekin katta kuchli. Endi oltga katta bo'lganda sho'xli qoladi. Mana, shuna turaveradi bitta joyda. Mana yurishibdi, katta bo'lib qolgan. Kichkina jo'jalikda olganmiz. Tug'ilib 10 kun o'tgandan. Hozir katta bo'lib yotibdi. Biz uchun bonus qilib 20 ta qo'shib berishgandi. 500 ta olganimiz uchun. Sizlar ham hammasini olib ketsalaring 20 ta qo'shib beramiz. 20 tasini pulidan kechib yuboramiz. Yo'q, arzonroqqa berishimiz ham mumkin. Orasida babran kichkinalari bor, kattalari bor. Bitta tug'ilmaydi, yana aytib o'taman. Kommentariyaga hammasi katta bo'lsa ekani, kichkina ekani yozmanglar. Olganimizga endi choy bo'ldi. Cho'li qolgan bular ham. Mana kuniga qanchadan yem berishimizni ko'rsatdim. Kasal o'rdalar qana bo'ladi deb ko'p odamlar, youtuberlar kommentariyasiga kirsam, shuna savol chiqyapti. Chekkaga borasizlar, kichkina joyda o'rasizlar, yodli so'qib berasizlar, keyin donini vaqtida berib turasizlar. Bu yerda ertalab, kechqurun. Bu yerda berish kerak ularga. Qonni to'q, maksimal to'q turish kerak ularga. Videoga like bosib, kommentariyaga kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'zlaringizni fikringizni yozib qoldiring.